Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari va Buxoro Uz kanalini muntazam kuzatib borish muxlislari, qadrli obunachilar, hafta kuniga dushanba 2025-yilning 6-oktyabr kuni Buxoro viloyati G'ijduvon tumani Qarshxonaga biz akalar bugun Azbek ukamiz uyidan yangi partiya mollarni chiqaramiz. Maza qilib tomosha qiling u akalar, narxlar ma'qul bo'ladigan bo'lsa, hamyoningizga to'g'ri keladigan bo'lsa, to'liq ma'lumotni berib o'tamiz. 2 dona buqamiz bor akalar, qolganlari g'unojin, bo'g'oz, hammasini ma'lumotini birma-bir yetaklab ko'rsatib o'tamiz. Ekran yuziga telefon raqam, lokatsiya Telegram kanalimizga bo'ladi. Azbek, assalomu alaykum. Boshlig'i assalomu alaykum. Charchamaysiz. Sog'-salomatmisiz? Rahmat. Muxlislar bilan bitta ko'rishamiz. Assalomu alaykum muxlislar, Buxoro Uz kanali obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari, hammaga alangalik salom. Yurtdoshlarimiz, musofirga yurgan aka-ukalar, opa-singillar, hammaga salom deb qolamiz. Aka, haftaning boshlanish kuni hamma hamkasblarga ishiga omad tilaymiz. Aka, yangi partiya mollarimiz kelgan. Aka, zo'rni kutganlar kelaveradi aka. Bo'g'ozlar, zo'r ishqibozlar. Aka, 4 ta bo'g'oz, 4 ta bo'g'oz bor, 2 ta buqa bor. Qolganlari g'unojin, yosh g'unojin. 8 ta yosh g'unojinimiz bor aka. Narxlar qanday? Narxlar aka har safargidan ko'ra yengil qilamiz. Nasib inshaalloh. Nasib. Xo'p, akalar videomizni o'tkazmay ko'ring. Demak, narxlar siz o'ylagandan da bugun yengil bo'ladi. Bemalol videomizni o'tkazmay ko'rgan akalarimiz bittagina like-ni bosib, gumillatib qo'yasizlar. Demak, biz boshladik. Siz tomosha qilib, maza qilib o'tiring akalar. Xo'p, birinchi g'unojlarimizdan boshlaymiz akalar. Yoshroqdan so'raganlarga, yoshroqdan sal kattaroqdan so'ragan akalarimiz, bu yo'g'iga akalar sal kattaroqlari bor. Hammasini ma'lumoti bo'ladi. Demak, bo'ylarga keladigan bo'lsak, 1.7 ga 1.5, ikkinchisi akalar 1.5, bunisi akalar 1.7. Qora marvarid. Xo'p, bunisi sal qo'ng'irroq ekanmi? Qo'ng'irroq. Qo'ng'ir, ha? 97 ga 13, bunisi 97 ga 13. Ikkalasi ham 97 ga 13. Ikkalasi ham bir xil, ha? Bir kas, ikkala quloq raqam bir xil. Qaysini tanlayman desangiz aka, bittasi ola desangiz, ikkinchisi akalar qora to'nlisi desangiz, o'sha qora to'nlisini olasiz. Farqi yo'q. Qaysiga ma'qul keladigan bo'lsa, o'shasini. Demak, ikkidan juplab olib chiqqanga yarasha narxi demak bo'lak emas bularning. Farqi faqat 2 sm bo'yiga farqi bor. Shuna aka. 2 sm bo'yiga farqi bor akalar. Mana unisi akalar 2 sm farq qilibdi bunisiga qaraganda. Lekin ikkalasi ham bo'ladigan bo'l. Mana uzunligiga e'tibor qilasizlar, mo'lla oyoqlarining uzunligiga e'tibor qiling, ikkalasidan ham bir xil foydaga chiqasiz, xudo xolasa. Sal kam 2 sm akalar hech narsani o'zgartirmaydi, lekin yeb ichishiga qaraganda ikkalasi ham masalan birga ketaveradi, bir xil nimaga. Xo'p, Azbek aka, yosh oyligidan gapiring. Yosh oylik aka 5-6 oylik buzoqlar. Aha. Narxga keladigan bo'lsak aka 11.5 yo'q, birinchisi uchun tortishmaymiz-ku. Tortishmaymiz birinchisiga. 9.5 dan aka telefon qilsalar xayrni o'tib beraman ozgina. 1.7 ga 1.5, 9.5 dan ikkalasi. 9.5 dan aka xayrga o'tib beraman. Dastavkalar o'sha. Buxoro bo'ylab mutlaqo keyin boshqa viloyatlardan kelishilgan bo'ladi. Kelishamiz aka. Xullas akalar, yetkarilmaydi emas, yetkariladi boshqa viloyatga ham, faqatgina kelishilgan holda bo'ladi. Bu yo'q akalar, Buxoro bo'ylab mutlaqo tekin. Dastavkalari. Ana endi mollarimizni bitta bosh qismini ko'rsatib o'tamiz, agar ma'qul keladigan bo'lsa, bosh qismlarini ko'rinishi akalar mana. Xullas, ishqiboz aloqaga chiqasizlar, narxlari 9.5 million so'm. 9.5 dan ozgina xayrga o'tib beraman. Ozgina xayriga o'tib beriladi akalar. Narxlar qimmat qo'yilmaydi, qo'limizdan kelgancha bozor narxidan chiqmaslikka harakat qilamiz. Ketdi birinchi mollarimiz. Keyingi mollarimizdan davom ettiramiz akalar. Ana endi sal yiriroqlarga qarab ketaveramiz. Buni narxlariga e'tibor qiling, o'g'illar. Mana narxlar. Ay, jonivor ko'rinmay qoldi. Mana. Oq yelin qora soska, bunisi qora yelin qora soska. Oq yelin qora soska ekan bunisi ham mana. Oy jonivor, narxlar akalar bosh barmoqdan keladi. Mollarning yapaloqligiga e'tibor qiling. Xo'p, bo'ylarga keladigan bo'lsak, 1.14 qorasi, 1.12 bunisi. Quloq raqamiga keladigan bo'lsak, olasini quloq raqami 71 ga 81, bunisi 97 ga 11 akalar. Birinchi qorindan yapaloq bo'ladigan mollarga ishqiboz akalarimiz bemalol blogdan aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Yosh 7 oylik, 8 oylik bor-a? Shu o'rtadagi buzoqlar aka. 7 oylik, 8 oylik atrofidagi buzoqlar akalar. Hozir buni o'tib bosh qismini ham ko'rsatamiz. Azbek ketdik. Yosh oyligi 7 oylik, 8 oylik. Narxlari qancha? Narxlar aka 25 aytamiz ikkalasini. 25. Demak 12.5 million so'mdan. Ozginasini o'tamiz aka. Qanchasini o'tamiz? Keling 1 million so'mni o'taylik aka jupiga. 24 bering ketdi. Xo'p, 12 million so'mdan so'rayapsiz, shunami? Boring 11.5 dan bering boshlig'i. Jangoring, ana shu ketavering qani yana. Yana deydi-ku. 11 dan bering boshqa o'tmayman. Ana shunisi chatoq bo'ldi. Shunisi yo'qsamay qoldi. 11 dan bering ketdi. Yo zo'r ketib o'tirdi Azbek. Undan boshqa hech nima deb bermaydi aka. 1.2 O'ndan bersam bo'ladi. Yo'q aka, o'ndan narxi 21 berdim ikkalasiga. Yo'q aka. 500 ming so'mdan 1 million so'mni o'tib bering. Aka, u nimaga narx to'g'ri kelmaydi. Iladimi, ilmaydimi? Bittasidan iladi, bittasidan ilmaydi. Bo'ldi, yarim qo'yishdim.
Yarim qo'shdim-ki, 21,5 ikkalasi jupiga ketdi. 21,5 aka berdim. 11 ga 10,5. Bunisi 11, bunisi 10,5. xo'p, bunisini bo'yi 1.12 chiqdi. Unisiniki 11 million so'm, ikkinchisi 1.14 chiqdi. 10,5. 10,5 million so'm. Отдельно olsangiz mana shunaqa. Agar ikkalasini juplab olsangiz 21,5 million so'm. Ketdi akalar, dastavkasi o'sha Buxoro bo'ylab mutlaqo tekin. Buni aylantiring mo'lla aka. Aylantiring. Yoningdan. Ikkalasi ham akalar bo'ladi. Yebichuvlari ham zo'r boshlar aka ikkalasini. Sog'likka garantiya beramiz. Garantiya beramiz. Ketdi akalar keyingi mollarimiz. Xo'p, ketdik akalar, keyingilardan davom ettiramiz. Ikkalasi ham chorni pyostra. Ikkalasi ham chorni pyostra aka. Oy joningdan, bu nima deyapti bu? Yapaloq narsa. Sutga tuyga variant boshqa ikkalasi. Akalar, oyoq baquvvatlikka e'tibor qiling akalar. Tug'ilgandan kashkazalga qatnagan variantlar. Bo'ylarga keladigan bo'lsak, 1.11 bunisi quloq raqamnachi Bobur aka 97 ga 07. Xo'sh, ikkinchisi 1.16 97 ga 10. 97 ga 10 akalar. Ikkalasi ham yapaloq. Mana. Yapalog'i tapalog'idan so'ragan akalarimizga yurishlangan, nozlanib yuradigan qo'noqchilarga ish qilib akalarimiz, demak, bu yoq nozlanib yuradigan variant. O'zini qorni ancha katta bunda. Qisir ikkalasi ham. Qisirmi ikkalasi ham? Ha, qisir hisobdagi. Yoshda o'g'li, yosh aka o'g'li. Mana bosh tuygan variant ikkavi. Bosh qismlari, tush qismlariga e'tibor qiling akalar buni. Ikkinchisi ham bundan qolishmaydi akalar. Ikkinchisini bo'yi balandroq, bunisi yapaloqlik hisobga, bunisi yapaloqroq akalar. Xo'p, 1.11 narxi bo'lakmi, birmi? Narxi bir xil qo'yamiz aka. Bir xil, yopishtiramiz demak. Xalq maza qiladi demak bunda. Nasib aka. Xo'p, akalar videomizni o'tkazmay ko'ring. Bunda narxlarni ilishlar nima deyapti? Oq yelin qora sosga, bunisinikichi. Ay, jon, oq yelin oq sosga. Xo'p, Azbek, ketdik narxlardan gapiring. Aka, bularni 16 da aytgan so'ragan biza. 15 dan aytamiz. 15 dan. Sizga 16 dan aytgan, siz so'rab olgansiz. Shuni. Xo'sh, 14 dan aytamiz boshlarga. 14 dan kami bor? 27 bering ketdi. 13,5 dan. Shunda. Shuni ham bo'libdimi o'zi? 27. Borangi 13 dan bering. Ha, yashang. Yana. Yana. 25 berasizmi aka? 12,5 dan bo'lar. Azbek yana ozgina. Ya undan boshlashni o'tib keldimi? 12,5 dan aka. Aka bu to'g'ri o'tirmadi-da, bu 1.11 chiqdi, buni lekin pilusi bu. Pilusi bor. Akalar har bir molimizni o'lchab ko'rsatamizmi, pilusini qoldirib o'tamiz. Agar pilusi sizga xudo qolsa. Azbek, aka. aytisiz bo'yicha 26, shundaymi? 25. 25. 12,5 dan. 12,5 dan. 12,5 dan. Bu otku, bu katta-ku. Ot. Xo'p, 25 ham emas, 24 ham emas, 23,5 million so'm ikkalasiga berdim. Ya, boshlarga biz so'ragan ularga narxini to'g'ri keltirib bermaydi. Qo'yib bering. Mana mart kelar 24 million so'm, 12 million so'mdan gapirmang tamom. Yo, aka. 12 million so'mdan ikkalasi bir joyga. Aka, u. Kim olsa ham borku, hozirgi holatdagi mollarni olsin akalar, bular hozir endi qanday desam, yashur aridi. Yashur aridi, xudoga shukr. Dermatit bor. Dermatit yo'qolib ketgani yo'q. Endi lekin akalar uni ham davosi bor. Davolasa bo'ladi, lekin yashur asosiysi yashur ketdi akalar. Bemalol mollardan qo'rqmay olaversangiz ham bo'ladi. Lekin ikkalasi ham kuchlisi ekanda aka. Boshlarga 27-28 ham ko'taradigan mollar lekin. Shunday, shunaqa mollar akalar. Azbek, aka, ketsin. Aka 24. 24. Ozgina kam bo'ladi-da. Iladimi, ilmaydimi? Unisidan ilyapti, unisidan ilmayapti. İnsan ikkalasidan ham qo'yg'isi yo'q bo'ladi sizku. Aka, mayli bo'ldi, 12 ga unisini berdim, kattasini. Kattasini 12 ga ber. Berdim, mayli. Lekin buni berib bo'lmaydi aka. Buni berib bo'lmaydi. Bu juda original narsa. Ikkalasi ham original. Yo'q, ikkalasi ham bir-biridan qo'shiladigan joyi. Bular akalar senaj bilan mana shu holatga kelgan mollar. Shuni. Slyos bilan mana shu holatga kelgan mollar. Lekin e'tibordan tushi butunlay kuchlisi ikkalasi ham akalar. Azbek, aka, böyle shunisiga 5 so'm qo'shdim, 12,5 ga 12 million so'm bo'lib baraka. Yo'q, qilmayman. 12,5 million so'm bo'p baraka ketdi. Bu yertaga bunday narx chiqmagani, lekin mayli ketaversang. Aytolman-ku, o'sha xalq kutganga yarasha bo'lsin. Xalq kutadi-ku baribir. 24,5 million so'm ikkalasini birga tashab qo'ying akalar. Bunisi buqaga tayyor akalar. Bunisini olib buqaga qo'ysangiz bo'ladi, lekin yosh o'yligi yosh. Mol kindiglik akalar. Ko'krakka qarab yelin soladigan variant. Olib foydalaning akalar bu mollardan. Hozirgi narxiga e'tibor qiling akalar, keyingi narx bilan farq qiladi. Bora-bora narxi oshadi baribir. Bunday narx turmaydi akalar. Aka, nasib bo'lsa, uzoq bo'lsa bir oy. Keyin 15 ta oladilar bunday mollar.
Shunday 15 dan chiqib ketadi. Akalar 2,5 million Aytasiz, so'm, 3 aziz million shunday so'mga deganingiz 15 dan oladilar. bo'ladi. Nasib bo'lsa ilon. Oldin shunday edi-da, shunday edi. Ilon kasalliklar nima deydi, yo'q bo'lib ketsin, hech kim moli kasal bo'lmasin aka. Kamaydiki, Xudoga shukr. Kamaldi. Kamal asosiysi davosi chiqdi-lu bo'ldi. Chiqdi aka. Torting aka. Torting mollarni bari orqasidan ko'rsa, xalq maza qilsin. Akalar olib foydalaning bunaqa mollardan. Yapaloqligiga e'tibor qo'ying. Ikkalasi ham qachok akalar ular. Ikkalasidan bo'ladigan mol. Xo'p, qo'ng'ir shved so'ragan akalarimizga. Oq tumshuq, shapaloq qulog'idan so'ragan akalarimiz uchun oq tumshuq, shapaloq qulog'i. Voy, hozirgi oladan ya sal kuchliroq ekan. Kuchli bu aka. Sal kuchliroq ekan. Hozirgi oladan akalar uni yapaloq dedik-ku, undan ham kuchliroq variant. 40 sm ekan aka keti. Ketini o'zi mana shu kosdan koskacha akalar 40 sm. Molni turishiga e'tibor qiling. Bu necha dedik? 1.13. 1.13 akalar bu. Oyoqlarning ko'rinishiga e'tibor qiling. Tuyoqlar akalar stakan. Mana tuyoqlar. Tuyoqlarga e'tibor qilasiz. Molni sifat, haqqoniy sifat akalar bu yo'q. Qo'ng'ir shved. Qo'ng'ir shved aka. Bu uncha baland bo'lib ketmaydi, lekin yapaloq mol bo'ladi. Mana shu ustiga bitta qo'lingizni qo'ying azbi. Bera, oldiroq. Mana shu yoqqa. Akalar buni xuddi bu yemlangan buqaga o'xshaydi. Man degan to'yni gursullatib o'tkazadigan variant. Gursullatib o'tkazadigan variant. Yana uyingizga bitta soni qoladi akalar buni. Bemalol. Xo'p, narxi qancha? Narxini boshlagan nima desak buni? 15 desak baland bo'lsa kerak, ha? Aha, baland bo'ladi. Keling 14,5 aytamiz. 14 ga ham ozgina baland. Hay 14 aytamiz. Qanday savdolashayman bular? O'zim maza qilaman aka bunaqa mollarni ko'rib-da, gap to'g'risi bunaqa jonivor ketiga e'tibor qiling akalar. U ket nima deyapti buni qarang. Voy jonivor kim boqqan bo'lsa ham mehr berib boqqanda buni. 12,5 million so'mga juplab qo'yamiz. Yo aka, juplamaydi buni. Yo, juplansa birga olib chiqaydim. O'sha rossiyskiga juplab qo'yamiz. Yo aka. Narx to'g'ri ketirib bo'lmaydi 12,5 ga. 12,5 ga to'g'ri ketirib bo'lmaydi. Akalar tumshuqlarga e'tibor qiling. Oq tumshuq buldog kuchukchalarni tumshug'iga o'xshaydi akalar. Baqvatidan akalar, to'shlarga e'tibor qiling bo'ldi. Azbek aka, tortishmayman, talashmayman. Hay. 13 million so'm tekis berdim, bu baraka ketdi. Yo aka, kam bo'ladi ozgina. Xudo kamiga baraka bersin uka. Kutgan boshlaga 14 ham yo'q, 13,5 bitib ketdi aka. Hozir ertalabdan sizni kutadi. Biladi, dushanba kuni video chiqarishsiz. Shuni aka. O'sha hisobga ertalabdan sizni kutadi. O'sha kutganga yarasha bo'lsin. Akalar bu buqani urug'ga tashab qo'yasiz nasib bo'lsa. Ham urug' bo'lib ekan bu. Qo'shilmaysan bu ish. Yo'q, baraka. Bo'lib ketdi. 13 million so'm ishqiboz aloqaga chiqasizlar akalar. Molimiz ketdi akalar. Sifatiga baho bering. Mol haqiqat kuchli. Buni qarang. Yurishlari akalar panda xudi. Pandani o'ziga teng buqani ham ortga qoldiradigan variant. Xo'p, bo'g'ozlardan ketdik akalar. Bo'g'ozlardan davom ettiramiz. 97 ga 15 mi? 97 ga 15 qilib raqami. Akalar mol idish solgan. Solish boshlagan уже. Chunki bo'ylar necha chiqdi o'zbek? Bo'ylar 1.23 ga plus aka. 1.23 ga plus. Ehtiyot bo'ling. Oy, jonivor, orqa tomondan ko'rinishlariga e'tibor qilasizlar. Chorni piyostir aka, 100 ga 100. Aha. Ma'lumotini beringchi, mol kindikligi ekan akalar. Mol kindikligi aka. Qarab yelin soladi mana. Sifat, akalar sifat hozir ko'rsatayotgan mollarimizning sifatiga baho bering, chunki bir-biridan qolishmaydigan sifatli mollarni ko'rsatamiz. Boshlar 1.23 plus. 1.23 ga plusi bor. Qorindagi bo'lasaki 7 oylik birinchi qoringa. 7 oylik birinchi qoringa. Mol 2 kurak bo'lgan. Bilmadim lekin aka, tish buzganmi, buzmagan? Buzgan, adashmasam buzgan. 2 tish bo'libdi mana. 2 tish. 2 tish bo'libdi aka. 2 tish to'liq tish akalar. Birinchi qoringa 7 oylik aka, tarbiyalari bo'lgan. Jonivor faqir. Aha. O'ta faqir. Uyimga sigirim bo'lsin, o'ta faqir bo'lsin, yeb ichuv ham zo'r bo'lsin degan variantga ana shu narsa 100 ga 100 mos tushadi. Aha. Yeb ichuv ham zo'r, o'zi ham faqir, 7 oylik 100% garantiya beramiz. 7 oylik kam bo'lsa ana kelib bemalol ko'rib olaversinlar aka. Bo'g'oz chiqaramiz akalar, bo'g'ozlarni uyingizga yetib bemalol uyingizga borganmoq yo sher o'ziga kelib ham uzoq apparatga tekshirtirib yo qo'l soldirib ko'rsangiz bo'ladi aka. Bemalol. Xo'p. Qancha? Buni baxshilarga nima desak endi narxini? Torting aylantir. Buni 21 aytamiz aka. 21 aytasiz. O'tadigan joyingiz qancha? Mana boshqa qismlarni ko'rinish akalar. O'ylab boring, hay baxshilarga 21 ham demaymiz. Aha. 20 ham demaymiz deng. 20,5 qara qolib ketdi. Hali 20 ham demaymiz. Xo'p. 19 ham demaymiz keling. Yashang. 18,5 bering. 18,5 million. Ha. 17 million so'm bersam-chi. Ya, Tilim o'g'riydim, aytaveraman daman. Ayting.
18 bering, hayır. 17 million so'm berdim. 17,5 berasizmi? 17 barobar berdim. Fix. Tamam. Bu para. 18,5 qo'ysam uchar lekin canavar. Mayli 17,5 berib ketdi lekin. Yengil olganmisiz? Yengil olganman aka. Tamam yengil so'ting. Yengil olganman. Xalq maza qilsin. Bu safar qimmat olsangiz biz qimmatroq qo'yamiz. Ya, qimmat olsak ham qimmat qo'ydim men aka. Qo'ymayman Qimmat qo'ysak bizga deysiz-da. gapiradilar aka. Shunday, Qimmat shunday. qo'ysak bizga gapiradilar. O'sha hisobga gapirmasinlar uchun arzonroq qo'ying. 4-5 oylik emas, 7 oylik. Masalan, katta tegib o'tiribdi aka. Yo'q, o'zim ham aytmoqmanki, hayron bo'lyapman deb. Beravering, xalq maza qilsin. Vijdonim qiynaladi 17 ya. Katta matom Ko'kam pul ketadi-da. Terim beravering boshqaga. Ya, tekis bo'laversin, Azbek. Bilasizki, yarim ko'p qo'ymaymiz biz. Endi mayda mo'llik bo'lsa deylar yarim. boshqalarga. Hoji aka ketdimi? Bill ketdi aka. Ketdi demak akalar. 17 million so'mga 123 plus mol oladigan akalarimiz bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 7 oylik bo'g'oz bu. Joningdan degan joydan akalar. Sichqon rangi ishqiboz akalarimiz bormi? 97 ga 14 ekan qulov raqam akalar. Shved so'ragan, shved kutgan akalarimizga, shvedni zo'ri. Yapaloqlikka e'tibor qiling akalar. Buqa, turu buqa akalar. Xo'p, yelin solish boshlagan, oq yelin qora soska. Soskalar uzun-uzun akalar unga. Hoji onalarimiz maza qilib sog'adigan sigir bo'ladi. Inshaalloh shunaqa bo'lsin. Mana idishlarga e'tibor qiling, soskalarga e'tibor qiling. Qanaqa shabaday turibdi akalar bu. Moli bu akalar 128 pilusi bor. Aka, bu ham o'ta faqir. Voy, tarbiyaga nasiga qarang buni. O'ta faqir. Tarbiya bergan ota-onangga rahmat deydi-ku, mana shunaqa joydan. Shunaqa joydan akalar. Boshqaga buylari 128. Pilusi bor. Birinchi qo'ringa, bu ham bormi? tish buzgan, pilusi bor. Pilusi Bu ham bor. tish buzgan aka, yapaloq narsa lekin jonivor. Aka, buni bitta namunasi bu. Nima deydi? Nima desam sizga endi? Bo'g'ozligi aniq. Bo'g'ozligi aniq. Aka, 2 oy oldin 2 oy oldin. Ya 3 oy oldin ko'rsatdik dedilar. 4,5 oylik degandi doktor dedilar. Kecha men olishimga yana ko'rsatib oldi. Xo'p, Doktor 6 oylik dedi. Men 6 oylikka beraveram. bo'ldi. Tamam. Ega 7,5 Akalar oy, 8 doktor oy dedi. qo'l soladigan ham o'zi apparat ham 10 kun 15 kunga adashishi bor Men ekan. 6 oyga beraman. To'g'risida 6 oyga beraman. Endi chiqqan narsasiga qarab. Xo'p, narxi qancha? 6 oylik bo'g'oz, birinchi qo'ringa yelin solish boshlagan akalar. Bu yoq tomondan ham shabalari ko'rinadi akalar. Ilpillab turibdi. Bunga 25 berasiz, boshlarga zotni qarang. Zot kuchli. Zot kuchli, narxi arzon. Qanchasini o'tasiz? Qanchasini aytsam bo'ladi boshlarga. Qancha ko'paytsang shuncha yaxshi deysiz. 6-7 million o'tavering. Bobur aka, boshqa xil qarab qo'ydingiz-ku, Jon aka. Ha, kelishtirib aytdilar, 25 devorman, mana kelishtirib aytdilar. Mol akalar bo'ylari 25 degan, men 17 beraman deganimni quvlaveradi. To'g'risida qaytib borib so'radim. 25 egasi aytgan. Ha, egasi aytgan. So'radingiz, haydab yo'radimi uyda? Haydaverdi. Boshlarga belli 25, 24, 20 shunaqa narsalar yo'q. 20 aytaman aka. Ha, jonga uring Azbek. Bir narsani aytaman aka. Qanchasini aytasiz? Ayting, insof o'zingiz. Bayinsof, ha? Ha. Juplab qo'yamiz. Ya, endi. Bayinsof so'radim. Ya, endi baribir. Yo, haqqim bor-ku so'rashga borib, to'g'rimi? Moldan Aka, juda ko'p zalar qilaman. Bu aka bu 1.20, bu 1.28. Azbek, bitta narsa aytaman. Aka. Bo'ldi, gapira o'tirmang, nima ham qilmaymiz. Men ham sizni molingizni yerga urmayman. Bilasiz? Gap yo'q. Chunki men ham sifatga qarab narx qo'yaman. Shunaqa. Narxni aytaman. Bozordan chiqib ketmayman iloji bo'lsa. Bunaqa kuchli narsa bozorga ham akalar pul. Yerilmay bozorga chiqarasiz, yerilmay ketadi akalar. Tem bo'l 6 oylik bo'g'oz bu. Azbek 18 million so'm tekis beraman, bo'p baraka ketdi. Aka, puliga yetmayapsiz hali. Puliga yetmaymi? Yo'q, aka, puliga yetmayapsiz hali. 97 ga 14 akalar qilov raqami. Xo'p? 20 beraverang. Yo'q, 20 ga o'g'irlik qiladi ozgina. Aka, o'g'irlik qilmaydi. O'g'irlik qiladi. 21 dan ko'tarajon u. Hozirgi davrga o'g'irlik qiladi. Hozirgi davrni bilasiz-ku o'zingiz ham. Ya, bilaman aka. Mollarni sog'ligi yeb ichishiga necha kunlik garantiyamiz bor. Aka, 3 kunlik garantiyamiz bor. Bemalol kelib, yedirib ichirib olaversinlar. Mol 4 kurak bo'lmaganmi? 2 tish bo'lgan jo'g'im. Xo'p. Azbek, Aka, 18 million so'm. Baxshilarga zalarga so'rayapsiz aka mol. Dangalga zalarga so'rayapsiz. Mol turishiga e'tibor qiling. Bo'ldi 500 ming so'm qo'shdim, qo'lga bering. Baxshilarga Ilsa beravering, ko'p kam bo'lyapti. Yo'q, aka. Azbek bering. Yo'q, aka, ko'p kam bo'lyapti. 20 ga baland, Azbek, 20 ga baland. 5 so'mdan berasizmi to'g'ri. 5 so'm yo'q. Aka, balandlik qilmaydi. 5 so'm yo'q bizga aka. Yo'q, endi 5 so'm aka, yo'q narsa-ku. Yo'q hisobi 5 5 so'm. million 5,5 million to'g'rimiz aka. Ya, qani 25? Sizga ham aytgan gapini aytyapsiz-da, to'g'ri? Shuni aka, shuni.
Yeyishini ham qarang. Hozir 25 aytsangiz, u 20 ga tushib ketasiz-ku. Xalq o'ylaydiki, shuncha pul qo'yay ekan deb o'ylaydi. Masalan, borga bu. Shuni aytdimki 25 deyman. Ha, o'sha uchun. Hozir masalan Azizbek aytgan to'g'ri, 20 million so'm kami bor deyapti. Men shunga 19 million so'm, siz 500 ming so'm musofirning haqqini o'tib bering, 19 million so'm berdim, tamom. 19 ga kam biladi-da. Azizbek 20 ga baland jon uka. 20 ga baland aka, bu. bir narsa u. Hoji aka, Bu narsa so'radim 19 million so'm. Zotga so'ragan 19,5 bering qayerga ketdi? 19 beray. İladim 19 ga. Ilobdi. Bo'ldi, ilsa bo'ldi baraka deyman. O'shani bermagan baraka bu narsani. Barakat. Olingan joyiga. Egasi ham bari videomizni ko'radi, yozib qo'yadi, qarab o'tiring. Xalqqa mol ta'minlashga bering 19 million so'm. Tamam, barakat. Ketdi. Baraka deng, tamam, 19 million. Boshlar aka, bu narsani salgamiz 19 million so'm olganman-da, misol 7,5 oylik bo'g'izib. Keyin doktorga ko'rsatgandan keyin 6 oylik chiqqandan keyin narxini yengilroq qilaman. Agar nomatkor 7 oylik bo'lsa, jonivorda aka 21-22 lik narsa-da bu. Shunday. Dangal gapda. Yana bu yog'i xalqimiz nasib bo'lsa, olsinlar, foyda ko'rsinlar. Akalar narxlar yengil bo'lgan deganlar bittagina like bosib, o'tanga rahmat deb yozib qo'yasizlar. Beri Xo'ja aka ham borlar, anchadan beri ko'rinmaganlar. U kishi dam olishga ketdilar. 19 million so'm akalar Xo'ja aka narx qo'yib berdi. Ketdi akalar o'g'limiz. Qizlar ish qilib o'zi. Gigant zo'ral ekan. Xo'ja aka. Duo qilib qo'yasizlar akalar. Qarang, qarab. Ketdi keyingisidan akalar. Zavodskoy to'qoliga ish Zavodskoy to'qol aka. Akalar bunaqasi hamma ham kelavermaydi. Buni boshqasini bichimiga e'tibor qiling. Kichkina bo'sh, jussa katta akalar. Yebichu ham o'zi ham yoraveradi akalar bunaqa bo'l. Mana. Mana sizga sigir, g'unojinni zo'ri. Xullas 97 ga 12 qilov raqami. Orqa tomondan bitta ko'rsagan nima deydi bu? Qani? Qani joningdan? Voy. Aylantiring aka, sifat kerak. O'zini o'zi maqtaydigan narsa ekan. Sifat kerak. Nozlanib yurar ekan. Bu 120 plus akalar. 120 Universitetni bitirgan. Bemalol akalar. Aka, lachaklarni qarang, Olib lachaklarni. ketib foydalansangiz bo'ladi akalar buni. Lachak, sifat akalar 100. Mana. Bosh qismini ko'rinishlari akalar. Tanani ko'rinishiga e'tibor qiling. Xo'p. To'g'ri biling. Nima deymiz? Necha oylik? 7 oylik boshlar aka. 7 oylik. 7 oylik. Xo'p, gapiringchi. Bo'ylari 120 plus akalar. 20 ga plus olaversinlar, 22 chiqibdi, 20 ga plus olaversinlar. Xo'p. 7 oylik bobra keltirishim, tarbiyalarni ko'rsataylik jonivorni. Dam. Mana. Boshlarga hammasini tarbiyalari bo'lgan. Xo'p. Nima deymiz bu narxini? Aytavering bir 18 mi 19 mi? Aka, u narxlar To'g'ri ekan, olmaganman aka, unaqa narxlar o'zim olmaganman. Bu jonivorda Bo'ldi, aka. orqa tomondan ko'rinishiga. 2 hafta zo'rg'a oldim buni. So'rab, 2 hafta zo'rg'a oldim. Yelini qarang aka. Yelini solish. Bir narsa, Bu bir semizligidanmi yo o'zi? Yo'q aka, o'sha 7 oylikni aytdi. Xuddi bir tuqqan sigirni yeliniga o'xshayganda u. Oq yelin, oq sosga yegan jonivor. Jonivor aqadan ham bo'ladigan mol. Biladigan narsa. Azizbek ketdik. Qancha narxi? 22 ga aytamiz boshlarga. Qanchasini o'tamiz? 1 million so'mni o'tamiz aka. 22 dan 1 million ketsa, 21 qoladi. 21 million so'm. Xo'p. Obraga aylantiring, mana sifatni ko'rsinlar. O'zbekcha baxshlarga yana zalar so'raydilar. Ya, o'z gapimni 20 ming. Ya, baxshlarga Aytadilar. Ya, qaranglar, nima qilaylik? Qarab, bunga tarbiya berib odam to'ymaydi. Shunday. Molni saqlagan odam O'zda shunday sigir bo'lsin. shunday ko'zi to'ymaydi mol yoniga o'tirib. Mana shunaqa mol akalar bu. O'ta go'zal, lachakka e'tibor qiling akalar. Bo'yindan chakakdan boshlab bu yoq qarab kelgan akalar. Mana unaqa molni oling. Buni bu semirtirgan taqdiringizga ham buqadan ortga qolmaydi-da, mana shunaqa mol akalar bu. o'zlari ham tish buzmaganlar hali. Tish buzmaganlar buzoq o'g'li. 7 oylik bo'g'oz. 7 oylik bo'g'oz. 7 oyliga 100% garantiya beramiz aka. 20 dan qanchasini o'tamiz dedingiz? Ya 22 dan 1 million so'm aytdik aka. 21 million so'm. Shved bilan ikkalasini bir joyga juplab qo'yamiz. Ya aka. Shvedni bu 128 chiqdi. Buni bu 120 plus. Aha, shunday. Yana boshlarga buni bolasi. Bu akalar 100 ga 100 chorni piyoslar akalar bu. 100% lik chorni piyoslar. 100 ga 100. Boshlarga buni qorindagi bolasi katta. 7 oylik. 7 oylik aka. Bo'lishi 7 oylik bo'lgani uchun 500 so'm qo'shdim shu. 7 oylik ekan, 2 hafta oldi 7 oylik dedi. Hozir 7,5 oylik bo'ldi. 2 haftadan men so'rayman buni men. Ki oxiri kecha oldim aka. Tekshirtirdingizmi o'zingiz uchun? Yo'q aka, tek turibdi-da bu bolasi. Aha, bolasi tegadimi o'zi? Ha, qo'lga katta bolasi tek turibdi. Bo'ldi, qo'lga tegdimi akalar o'sha 7 oylik o'zi. Ya kimlardir 6 oylikni ham tegiradi. Shuna aka 6 oylik ham tegadi. Ana shuni bolasini tegadi aka. Buni bolasi ham tegadi, ha? Tegadi aka. Demak bu 100% 7 oylikka garantiya beramiz. 7 oylikka garantiya beramiz aka. Xo'p. Nima dedik?
Hammaga sizga qoladi. Aytdim-ku. Yo'q aka. Bunga 500 ming so'm ustiga qo'shdim ustama. Mol kuchliligi uchun. Mol haqiqat kuchli. Yo'q aka, 19,5 ga to'g'ri ketirmaydi. Men ham gap to'g'risi molni zo'rini ko'rganman, o'zim to'xtatib qo'yolmayman. Ana shunday narsa bor-da. Qancha endi arzon qilsak xalq ham maza qilaveradi. Boshqaga bo'ldi 21 ham yo'q. 20,5 ham yo'q. 20 bering tep-tekis ketdi aka. Maza 20 500 ming so'm pul so'ramanku, hech narsa so'ramayman-ku. O'zi Molga ham qarang aka. Yo'q, aka ilojim yo'q-da. 20 million so'mga qo'yib berib bilaman. Qo'yib berib bilaman. Mayli u 20 million so'mga oladigan 20 million so'm. Buni hozir kimgadir 19,5 million so'mga sotasizlar o'tgan safargidek. Kimdir ustiga 500 ming so'm beraman, molni mana uyimga yuvar deydigan to'pladi-da. O'sha oladigan odam 19,5 million so'mga oladigan odam 500 ming so'm pulni ustiga olib 20 million so'mga boshqa odamga sotadi. Aka kecha Lekin shuni 19,5 million so'mga qo'yib beringlar xalq mazza qiladi. Semental chiqargandek-ku. Aha. Ha, u chaqchaqan keyin aytaman. Bo'lib baraka 19,5 million so'm. Ketdi akalar. Aka 20 qo'ysam ham ketadi bu. Ketadi. To'g'risida 20 qo'ysam ham ketadi. Mayli Ebensov ketaversin. 19,5. Kecha boshlarga semental chiqargandik 26 million so'mga. Aka, nima deydi? Endi 4 ta video chiqqandan 3-4 kishi so'radi. Shara shoferkonga ketdi-da aka. Keyinchalik mana Vodiydan telefon qilibdilar aka. O'zimiz bor bo'lib kelamiz 26 million so'mga. Bo'lmasa 29 million beramiz, ketirib bering. Ha, 3 million so'm ustama. To'g'risida. Yurmadimi? Aka narxlar normalni. Narxlar hozirga zo'r. Normalni. Akalar narxlar sal-pal o'zgarishi bor, baribir o'zgaradi. Hozir demayman, masalan, bir kun, bir hafta 10 kundir, bir oydir, ancha dermatik kasallik yo'qoliki, sirazi o'zgarib ketadi akalar. Ulgurib hozir olib qo'ying, bu mollardan foydalanasiz akalar. Erta 4 kundan keyin yo 1 oydan keyin bu mollarni sotish vaqtingizga narxlar konkret o'zgarib ketadi akalar, xudo xolasa. Ketdik, keyingisidan davom ettiramiz. Estonni qonigacha tozasiga ishqiboz akalarimiz bormi? Yeydi bu Boqorbek tortinga bu tuymaydi ham bu. Jigarigacha toza varianti. Buni akalar idishlariga e'tibor qiling. Yeb tuymasmi? Yeb tuymas. Yeyishi Mana zo'r. shunaqa variant aka. Juda zo'r, uni yeyishini ko'rsak. Ko'rinishlariga, yapaloqligiga e'tibor qiling mol. Mollar akalar idishiga e'tibor qiling. Bo'la idish so'magan. Idish so'magan. Bo'ylari 1.38 chiqdi akalar molni bo'yi. Haqiqat katta mol. Kichkina mol emas. Qo'ying yesin, qo'ying yesin. Qo'ying yeversin, qo'ying. Qo'ying yesin. Nartlar akalar narx 8 santimetrlik narxi bor hozirga. Mol idish so'magan ha u. Yo'q, aka, bu 15 kun bo'ylingni sutdan to'xtatganlariga. 15 kunga? Ha, aka 6,5 oylik. 6,5 oylik. Necha litr sut bergan ekan sizga? Aka quruq xashak bilan 12 ta sut bergan. Quruq xashakka 12 ta. Quruq xashak bilan. Yem bilan aka 15 ta sut beryapti. Ziyoddan beradi bu. Ziyoddan beradi. 3-chi qoringa nasib bo'lsa aka, qorindagi bolasi. Bitta buqachasi, bitta xonanchasi qoldi aka. Aha. Xo'p, akalar, egasi foydalangan molni sotgan. Yaxshi kuniga, kerakli kuniga sotgan. Yaxshi kuniga aka sotildi. Siz ham olasiz, mana shunaqa moldan foydalanib bolasini, o'zini akalar falon pul sotadigan akalarimiz bor-ku. Mana shunaqa akalarimizga tavsiya qilamiz aka. Shuna. Bolasini adel sotasizlar. Molni bo'yi 1.38 plusi bor akalar. 97 ga 16 quloq raqami. Mol o'ta kuchli. Zavodskoy to'qol. To'qol aka. Bo'shini uzunligi akalar 60 santimetr. Mana bo'shga qarang aka. Yomon, bu ochko'z mol, Boqorbek. Xo'p, ketdik. Azbek 6 oylik dedingizmi? 7 oylikka. 7 oylik. Salkam. 7 oylikdan salkam aka. Xullas 6,5 oylik deylik. 6,5 oylik aka. Xo'p. Aka 100%. Buni boshlarga 3-qorin 6 kurak bo'lgan tishi. Aha. Xohlasangiz tishini ham ko'rsatib o'tamiz aka. Ko'rsatamiz. Buni narxi nima desak, salkam biri 40. Bobrak ehtiyot bo'ling. Yeydi u mol, bari tortganingiz befoyda. Buni yeyishiga e'tibor qiling, og'zini qanaqa to'ldirib yeyapti akalar, mana. Mana mol yeydigan mol. Ana shunaqa molni oling aka. Bir dunyo narsani yesa ham yeydi-da zato. Nishqo'rt qilib, oxir ichini to'ldirib qo'ymaydi akalar. Xo'p, qancha narxi? Narxini 30 aytamiz boshlarga. 30 kam bor. Kami bor. Qancha kami? Ancha kami bor. Qancha? Nima desak endi buni? Barato'la uzun desa 25 ga qo'yaylik. Ozgina bor. Kebalar qilmaydi 25 ga? Yo'q, ozgina bor yana. 7 oylik salkam. Xo'p, mol bu ham akalar kichkina emas, lekin haqiqat katta mol. Ozgina bor. 22 million so'mdan. Aka ko'zalar so'rayapsiz. Zararmi? Aka. Bo'l 23 million so'm berdim. Narxlar u Agar hozir masalan birinchi qorin yo masalan nima demaymiz, lekin bu mol kim olsa ham akalar sut yo'nalishiga ishlaydigan akalarimiz olsa buni foydalanadi. Bu
100% 3-chi qorin, bitta buqachasi, bitta xunonchasi qoldi. Birinchi qoringa buqacha tuqqan, ikkinchi qoringa xunojin tuqqan. Nasib etsa 3-chi qorin buqacha tug'adim, xunoncha tug'adim, zo'r sigir bo'ladi. Nasib Xudo berganini oladi. Xudo berganini oladi. Qo'ygan ekan, shu ma'lumotni so'rasizmi? Aka, birinchisi ham, ikkinchisi ham sementali qo'ygan ekan, uchinchisi ham sementali qo'ygan. Voy jonim. Ikkita bo'lsa ham xuddi o'ziga o'xshaydi. Men ko'rganim yo'q, endi bergan ma'lumotga qarab aytaman aka. Aha. Quruq xashak bilan 10-12 ta sut bergan. Men yem olib berishga nima yo'q, sharoitim yo'q, lekin yem bersangiz 15 ta beradi, spokойно dedi. Mana shunaqa yeydigan bola aka bu. Og'zini to'ldirib yopti jonivor. Azbek. Ha aka. Hay boshla aka. Bu ham salkam biri 40 aka. Men ham kampus beramadim. Yo'q aka 23 ga. Boshlarga bo'ldi bir narsa. Bo'ldi hojonalar uchun 500 ming so'm aytaman. Dan. Yo'q, 500 ming so'm ikkalari o'taman. Ikkalari. Musofirlar uchun 500 ming so'm aytaman aka. Yashang. 24 million so'm bering ketdi aka. Endi gapirmay qo'ysang. 500 so'mginasini o'ting. Endi so'ramayman. Ozginasini, qittigina. Muncha qittigina deydi o'zimizga-ku. Jicha deydi, qeradir. Aka, biri 40 salkam, bu. 500 so'mni o'tib bering. 500 so'mni o'tib bering ketdi shu. Ana mana. Qo'lni bering. 23,5 million so'm ketdi. 24 bo'laversan, 23,5 bu akalar buni tuqqani hozir barakasini olay, keyin aytaman buni tuqqani qancha bo'ladi. Keyin endi barakasini bering. Baraka deng, tamom. Bitta jonivor buqacha tug'ib bersa, o'sha 4-5 oyga pulini nima qilib beradi-da? Yo, chiqarib beradi, nasib etsa. Buni buqacha tuqqandan keyingi narxi, Azbek. Buni tuqqandan keyin 35 million so'm mol narxi. Yo, aka, buqasini o'zini deyman. Men onalar deyman, buqasini o'zi deyman. Shunday. Buqasini o'zi deyman. 24 beravering boshqa aka. Yo'q, Azbek, unaqa bermaymiz. 23,5 million so'm. Ishonmayman deydi. Ana, Hoji aka ketdi akalar. Hoji akani juda o'q qilib qo'yasizlar akalar. 23,5 million so'mga mana u ishni ko'rsataylik shuni. Kelgan jonivor bitta chinga. Bu kuchlar yetmaydi u mol. Qo'ymaydi bu. Aka 6 kurak bo'lgan. Bo'ldi, tamam, kelib 6 kurak bo'lgan. Bemalol kelib ko'rib olaversiz. Mol olib foydalaning akalar, bu o'ta gigant. O'ta gigant mol akalar bu. Buqalar chiqdi akalar. Ana endi akalar sizlarga buqalarni ko'rsatamiz. Nech chiqdi bu? 1.22 bunisi, 1.23 unisi. 1.22 akalar bunisi, 1.22. Ikkinchisi chiqadi akalar 1.23. Xudo xolasa ikkalasini jupiga qo'yib o'tamiz. Quloq raqami yo'q ekan akalar, shved. Quloq raqami yo'q. Shapaloq quloq akalar shved. Oyoqlariga ozgina cho'tir nimasi bor, alotini, lekin bosh qismini ko'rinishiga aytib zavodskoy to'qol, oq tumshuq, shapaloq quloq, ya'ni oq quloq varianti. Ikkinchisiga o'tdik. Ha, joningdan. Bunisini quloq raqami bor ekan. 61 ga 99. Bo'yi 1.23, buni bo'yi 1.22. 1.22. 1 santimetrga farqi bor. Bu shvedni bolasi. Angusdan qo'shgan. Gibrid. Angusdan, ha, gibrid. Shved bilan Angusning gibridi. U aka rossiyskiy sigirni bolasi u. Mitskga qo'yganman uni dedi. Haydangda ko'proq. U demak otasi gibrid bo'lgan buni. Bu otasi gibrid bo'lgan. Aha. Xullas orqa tomondan aka ketib ko'rsang uni u ketdi juda joningdan bo'ladigan mol deydi-ku, mana shunaqa bo'ladigan mollardan aka. Ikkalasi ham zavodga o'tib qol akalar. Zavod ikkalasi. Boshqaga zavodga o'tib qol. Yana qiziq tomoni bor-da. Ikkalasi ham endi onadan ayrildi. U fevralga tug'ilgan. Bu aka u yil dekabrga tug'ilgan. Aka aniq to'liq ma'lumotlari bor ikkalasini. 100%. Ikkalasini ham nimalari bo'lgan aka? Pirivkalari. Ha, bo'lgan ikkalasini. Aha. Xudoga shukr, mollar zo'r ikkalasi. Akalar bular buzoq. Buzoq. Bu endi ayrildi onasidan. Bu 1-2 oy bo'lgan. Endi ayrildi. Joningdan. Akalar olib bering, buni sut bersangiz ham bo'lar ekan. Lekin kuniga 10 litrdan kam sut ichmaydi akalar. Yo'q. Ana shunisi bor. Xo'p, keyingisi akalar bunga qaraganda ozgina yo'g'onroq. Yo'g'onroq. Bu yo'g'onroq akalar o'zi. Boricha ko'rganimcha aytib o'taman. Bunisi ozgina yo'g'onroq, lekin bunisi do'lposcha akalar bu. U ket juda keng unga, ket juda keng. Ket ham bor-ku, keyin anaqa mushak deydi-ku, qorin presslari bo'ladi-ku. Mana shunaqa preslik ekanda bu. Bu preslik buqa akalar bu. Xullas nakachini ikkalasi ham bo'ladigan mol akalar. Mana orqa tomonlarini ko'rinishi, yapaloqligiga e'tibor qilasizlar. Azbek ketdik, narxlardan gapiring bu go'zallarni. Bularni boshlarga nima desam narxini? Aka ket qarang, keti havasim kelib olganman aka. Shuna zo'r mollar o'zimizga qolsin. Aka. Kelajak xuddi belgiyskiy deb bilasiz. Xuddi o'chalaga tortibdi. Limuzin, belgiyskiy o'chalaga tortibdi. Qachon bo'lib chiqadi? Kelajak shunday. Aka ana yaqinroqdan oling, yelkalarini, zinalarini ko'ring, juda keng mol, nasib etsa zo'r mol bo'ladi. Xullas akalar presslari ham bor. Mana sutga tuydirilganda bu, o'sha hisobga press chiqarilgan. Xo'p, nima dedik Azbek? Aka bularni jupiga aytamiz. Gapiring. Bir xil olingan, bir xil ketadi. Bir xil ketadi nasib etsa. Xo'p. 25, 24 unaqa baholar yo'q baholar aka. 50, 48 unaqa baholar kerak emas. Aka 45 deymiz.
45. 22 yarimdan. 22 dan qanchasini o'tamiz? Ozginasini o'tamiz aka. Qancha o'sha ozginasi? 20 dan desangiz, keyin men gapirsam bu yoqda. Aka u unaqa narxlardan Mol ochmay turaversin, men o'zim boraman o'sha yoqqa. Ochaman, faqir aka bu. Ha, buni ham ko'ray. Tushlarga e'tibor qiling aka. Ha, joningdan. Azbek, Aka, qanchasini o'tamiz? Mol ketiga e'tibor qiling. Stoyka akalar, dahshat stoykalar. Azbek, Baxshularga 500 dan kam bering. 22 dan. 44 bering ketdi. Yo'q. 1 million o'tavering, bu haqida gap. Yo'q aka, u ko'p baland aytib, 25 milliondan sotib yurdik aka. Shunday. Akalar ikkalasi ham bo'ladigan narsa, buzoq o'g'li akalar bular. Yengil durang so'yga yuribdi. Azbek ketdik, gapiring. aka 44 beravering 22 dan. 44 emas, ikkalasiga 41 million so'm berdim. Yo aka. 20,5 million so'mdan. Yo aka. 20 million so'mdan desam, gap to'g'ri 8 ketadi. Shunay. 20,5 million so'm desam, yana ozgina haqqingiz bor-ku, endi prosta boshlanishga shunday deb qo'ydim-da, moli turuviga e'tibor qiling. Boshiga qarang. Azbek, Aka. yoraylik shu kunga. Aka, yo'raveramiz lekin nega narx qiyin Sen yorib ketadi deng. Nega 60 million deb turgan aka. Aka. Ikkalasini, ha? 60 million so'm. Baxshularga belli bir narsa. 43 bering, hay. 43 emas, boring 42 yarim bering ketdi aka. Mayli. Men 41 so'radim-a? 41 so'radingiz aka. Ikkalasini kesamiz o'rtasini. Nasizniki namaniki. Yo aka. 41 bilan 42 ni o'rtasi. Yo aka. 41,5 million so'm. Aka, unaga narx to'g'ri kelmaydi. Iladimi, ilmaydimi? Ilobdi. Bering unda. Yo'q aka, ikkita mo'l ko'p kam. Ikkita mo'l ko'p kam aka. Bir narsa aka hali. Bo'ldi gap. Buzoq 8 euro. Akalar ikkalasidan ham bir xil foydalanasiz. 42 million so'm ketdi akalar ikkita molimiz. Ishqiboz aloqaga chiqasizlar, xudo xolasa kelishasizlar bu yoq. Shunday. Kelajak ham bo'ldi. O'zi mali uni aytish yo bir tasvirlash sharti emas, ko'rib turib. Shunday. Bo'ladigan mol o'zi tushunib yetgan, tushunib yetadi bu mol. Shunday aka. Xullas akalar aloqaga chiqasizlar, kelishasizlar bu yo'g'ini akalar. Xo'p, Azbekning uyidan akalar hamma mollarni ko'rsatib o'tdik. Oxirgi mana shu ikkita buqamiz edi akalar, ishqiboz aloqaga chiqing. Oz-moz kelishadigan joyi bor, dastavkalari Buxoro bo'ylab tekin.